Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Zangiota tuman bo'limi tomonidan sifatga kafolatlanmagan yog' mahsulotlari ishlab chiqarayotgan sex aniqlandi. O'tkazilgan tezkor tadbirda Bog'ozor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan noturar binoda bir guruh fuqarolar o'zaro til biriktirib, hech qanday tegishli hujjatlari bo'lmagan holda yashirin sex tashkil qilishib, noturar binoda mavjud 3 ta taxminiy o'lchami 8 tonna bo'lgan sisternalarda yog' mahsulotlarini saqlab kelib, mazkur yog' mahsulotlarini sifat talablariga javob bermaydigan idishlarga qadoqlab, jami 231 dona 4,8 litr hajmdagi yog' mahsulotlari sotish maqsadida saqlab kelayotganliklari fosh etildi. Jarayonda yordamchi xo'jalik xonalari ko'zdan kechirilganda 73 dona turli nomdagi ishlab chiqarish muddatlari qayd etilgan etiketka o'ramlari, 150 dona bo'sh baklashkalar, 3 dona tarozi, baklashka tutqichlari hamda qopqoqlar borligi aniqlangan. Shuningdek, noturar bino yonida turgan Labo rusumli avtomashina yukxonasida 45 dona 4,8 litr hajmdagi yog' mahsulotlari muomalaga kiritishga tayyor holda saqlab kelinayotganligi ma'lum bo'ldi. Mutaxassislarning xulosasiga ko'ra, olingan yog' mahsulotlari iste'molga yaroqsiz ekanligi va inson hayoti va sog'lig'iga xavf tug'dirishi mumkinligi, mahsulotlar realizatsiya qilinishi mumkin emasligi qayd etilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.